Assalom azizlar, qalbi quyoshlar, mehringiz nuridan bahramand yoshlar, yurakdan sizga aylaymiz salom, ta'zim aylab deymiz salom assalom. Assalomu alaykum aziz ustozlar, qadrli o'quvchilar. Assalomu alaykum mehribon ota-onalar, sevimli buva va bujonlar. Bo'lganmi bizning davrdek hech qachon davronlar, istiqlolim berdi bizga ilm uchun imkonlar, ma'naviyat ma'rifatni ardoqlovchi xush onlar. Xush kelibsiz ey aziz o'qituvchi yu mehmonlar. O'rtoqjon, maktabga ilk bora kelgan kunimizni eslaysanmi? Bo'lmasam-chi, o'shanda juda ham kichkina edik. Sinfga ham bizni ota-onalarimiz qo'llarimizdan yetaklab olib kelishgan edi. Ushbu tadbirni ochib berish uchun so'zni Shohla ustozga beramiz. Marhamat. Mehmonlar, qadrli o'quvchilar, hurmatli ustozlar. Mana bugun ushbu maktabimizga 4-sinf o'quvchilarimizni bitiruv kechasini yig'ilishganmiz. Bular uchun eng unutilmas, hayajonli damlar hisoblanadi. Bular bugun mehr va sabr berilgan ustozlari bilan xayrlashib, yuqori sinfga qadam qo'yadilar. Bu o'quvchilarimizga keyingi o'qishlarinda zafarlar tilaymiz. Iloyim shu farzandlaringizdan niyatlaringiz bo'lsa, hammasini amalga oshiradigan, yuzlaringizni yorug' qiladigan farzandlar bo'lib yetishishini tilayman. Hammangizni ushbu bayram bilan tabriklayman. Ilohim oliy ta'limga kirgandan hammamiz birgalikda shu bir-birimizni tabriklab o'tirish hammamizga nasib qilsin. Bugungi tadbirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Zatingiz bilan hozir davrani tantanamizning sababchilari bo'lgan o'quvchilarga bersak. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yoshmiz dilimizda ezgu ahd bo'lgay, har yurakda shiddat bo'lgay, shaxt bo'lgay. Yurtboshimiz ko'rsatgan yorug' yo'lda manzilgacha yo'ldoshimiz baxt bo'lgay. Vatan bizdan kutmoqda buyuk ishlar, bu ishonchdan jo'shar ishtiyoqimiz. Bunda jamdir barchinoy alpomishlar, ko'ksi baland yoshlar ittifoqimiz. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari Bolalikdan asov otni egarlab, doim zafar quchgan Temur bobomiz. 12 yoshida taxtni egallab, yurt boshqargan bizning Bobur bobomiz. 9 yoshda Qur'onni yod bilgan kim? Eng ulug' muhaddis Buxoriy bobom. 7 yoshida mantiq o'tayirni yod olgan kim? Bizning Navoiy bobo. Har ko'ngilni chaman etmoq uchun ham gullashaylik. O'zbekiston yoshlari buyuk kelajakka yetmoq uchun ham birlashaylik. O'zbekiston yoshlari bu kun jahon maydonida ko'p yoshlar bo'lmoqdalar ajdodlarga munosib.
marralar sari boshlar berumiylar bosgan izlarni bosib Yurt bayrog'in ko'proqday mahkam tutib, yuksaklarga qadar uchgan yoshlarmiz. Boradurmiz, turmaymiz baxtni kutib, har jabhada zafar quchgan yoshlarmiz. Assalom ona yurt tonglar o'lkasi, tarixda sefingning yo'q nihoyasi, senga bag'ishlanar muqaddas qo'shiq, bu o'zbek elining o'z madhiyasi. Endi navbatni 4-A sinf qizlari raqsiga beramiz. Marhamat. Elim desam tilginam, sayron bo'lgani bo'lgan. Yurtim desam dilginam, xandon bo'lgani bo'lgan. elim desam tilginam sayron bo'lgani bo'lgan yurtim desam dilginam xandon bo'lgani bo'lgan Chamanimning chiroyi, gul oftobi guloyi. yuragimning bir joyi rayhon bo'lgani bo'lgan Qadr topdi-ku qadrim, havoga to'ldi bag'rim. Istiqlol bergan davrim, davron bo'lgani bo'lgan, davron bo'lgani bo'lgan.
sinovlar Shashtim ko'rib birovlar hayron bo'lgani bo'lgan Havoda tek turgaylar chechakka to'shirgaylar gulni ko'rgan to'rg'aylar xushhol bo'lgani bo'lgan Dalalashib, qirlashib boshni qo'yib sirlashib jo'shqin soylar birlashib ummon bo'lgani bo'lgan qadr topdi-ku qadrim havoga to'ldi bag'rim istiqlol bergan davrim davron bo'lgani bo'lgan davron bo'lgani bo'lgan Elim desam tilginam sayron bo'lgani bo'lgan yurtim desam dilginam handon bo'lgani bo'lgan Elim desam dilginam sayron bo'lgani bo'lgan Yurtim desam dilginam xandon bo'lgani bo'lgan chamanimning chiroyi gul oftobi guloyi Yuragimning bir joyi rayhon bo'lgani bo'lgan qadr topdi-ku qadrim havoga to'ldi bag'rim yurtboshim bergan davrim davron bo'lgani bo'lgan davron bo'lgani bo'lgan Endi navbatni vatan haqida she'rlarga beramiz. Marhamat. Tuprog'ingda ajdodlarim izi qolgan, bobolarim terlarining tuzi qolgan. Har gardingda mamolarim ko'zi qolgan. Jonim ichra jonimdirsan O'zbekiston. Sohib Qur'on qo'llarda qalqon bo'lding, ulug' bekning nigohida osmon bo'lding. Mirzo Bobur yuragida armon bo'lding. Jonim ichra jonimdirsan O'zbekiston. Beshigingda allalading dunyolarni, dunyo ochgan necha daholarni. Bolam deding yuraklari adolarni. Jonim ichra jonimdirsan O'zbekiston. Qo'li qadoq dehqon elim, sulton elim, ko'ksi yurtga doim balogardon elim, o'z yurtiga sohib Qur'on xoqon elim. Jonim ichra jonimdirsan O'zbekiston. Hind yurtida qildi sabr, seni sog'inib Bobur. Yot yurtda o'lmoq og'ir, sensan bizga jon vatan. O'zga yurtda furqatlar, chekdi qancha zahmatlar. Yillab kutdi fursatlar, bo'lmadi imkon vatan. Isming aytib uyg'onadi chuchuk julvalar, sunbulalar tonglaringdan taqar silg'alar. Kiprigimda yog'dularing solar jilvalar. Tilagimning gulisan sen gullagan vatan. To'rt fasli ham gulzor, boy chechak fasli. To'rt fasli ham vatan, bizniki asli. Barkamol avlodning barkamol nasli. Tog'larni yiqitgan bilak bo'lamiz. Vatan, sen deb urgan yurak bo'lamiz. Jannat havosi, tog'laringning bag'rida ming dardning davosi. Shudir axir bir insonning umr safosi. Yuragimning guli sensin, gullagan vatan. Seni
desem yüreğimde açılar güller. Yağmur bulup semalardan saçılar güller. Sahralardan, deryalardan saçılar güller. Yüreğimnin gülü sensin, güllegen vatan. Hoş hoş, zlal zlal, suyundan içtim. Mehrin kanat buldu, mavi ko'klarda uçtum. Yana qaytib senga keldim, tuprog'ing quchdim. Tilagimning guli sen gullagan vatan. Yuragimning guli sen gullagan vatan. Biz o'zbek yoshlari, so'zlaq qoshlari, bu qadimiy Turonning tilla qoshlari, gohida tish daryo, goh beboshlari, hatto maysanga ham titroq bo'lamiz, vatan sen deb urgan yurak bo'lamiz. Baxt qushi boshimda, maqsadim ulug'. Erkim o'z qo'limda, niyatim qutlug'. Kamolat yo'qsin, zabit etgimiz biz. Insoniyat o'yi ezgulikmiz biz. Sadoqat va iymon dostdir har zamon. Birlikda yashab, birlashib hamon. Olamda asralik, tinch bo'lsin jahon. Nomi tilda doston, O'zbekiston. Chun sevaman O'zbekistonni, tuprog'in ko'zimga aylab tutyo. Nechun vatan deya yer u osmonni muqaddas atayman tanho. Endi navbatni 4-bu sinf o'quvchilari ijrosida musiqiy ko'rinishga beramiz. Ozod o'g'lim, hur o'g'lim, har oning huzur o'g'lim, shahdingdan kun yorishsin, yuzi yorug' nur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. El bo'lsa yigit joni, sel kabi jo'shar qoni, vatan desa dunyoni ikki chetga sur o'g'lim. Nafs ipin uzar bo'lsang, baxt ichra suzar bo'lsang, bir esking buzar bo'lsang, avval 10ta qur o'g'lim. Bizning ilm maktabi bo'lgan dunyo matlabi, Buxoriy bobong kabi qilgin tafakkur o'g'lim. Uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, g'aflatdan yuz bur o'g'lim, bo'l hammadan zo'r o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. Ulug' bo'l oyyonida, beruniy ummonida, bo'l marvariddir o'g'lim. Elkoriga bo'lsang shay, seni kaftimda tutay, bobong mangu berdiday, o'zni tut mag'rur o'g'lim. Uyg'on
g'aflatdan yuz bur o'g'lim, bo'l hammadan zo'r o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. Avlodning baxt kamosi, ajdodlarga bo'l xosi, bibi xonim momosi, bobosi Temur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. Yo'lingda qancha choqlar, uyg'onmasliging xohlar, sen esa shunday chog'lar, bo'l qaytmas jasur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim. Yasha yurtni sha'nim deb, har yerim chamanim deb, hayqirib vatanim deb, et faxru g'urur o'g'lim. Biz o'tmish, sen kelajak, umring baxtga to'lajak, o'zginamning bo'lajak Navoiy Bobur o'g'lim. Uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, g'aflatdan yuz bur o'g'lim, bo'l hammadan zo'r o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, g'aflatdan yuz bur o'g'lim, bo'l hammadan zo'r o'g'lim, uyg'on o'g'lim, tur o'g'lim, uyg'on o'g'lim. Ushbu klip O'zbekistonda ilk bor sun'iy intellekt va realistik texnologiyalar yordamida yaratildi. Endi navbatni 4A sinf o'quvchilari ijrosida sahna ko'rinishga beramiz. Marhamat. Yupiter, men Yupiter. Kemaning quvvat olish tizimi ishlamay qoldi. O'zga bir notanish sayyoraga qo'nishga majburman. Bu qanday sayyora? Ne mo'jiza tilsimlar? Nomi qanday atalar? Unda yashaydi kimlar? Bu sayyora nomi yer, quchog'i jannat makon, tarifiga so'z ojiz, yurtimiz O'zbekiston. Vatanimiz Mustaqil O'zbekiston. viloyatimiz Xorazm. tumanimiz Yangibozor. maktabimiz 11 sonli maktab. davlatimiz ramzlari Yer, bayroq, partiya. tilagimiz Tinchlik, obodlik. rizq ro'zimiz Non. milliy boyligimiz Paxta, bug'doy, sholi. istagimiz Ilmu odob o'rganish. maqsadimiz Barkamol inson bo'lib, vatanga xizmat qilish. bu ne shodiyona, qanday tantana, ko'zlar kular, yangrar qo'shiq tarona. Bolalar, nima sababdan bu joyga yig'ildingiz? Bugun biz boshlang'ich sinfni tugatganligimiz sababli bayram o'tkazyapmiz. Ushbu bayramga xush kelibsizlar. Xush kelibsiz do'stlar, sayyoramizga. Mehmon bo'ling bugun o'zbek diyorimizga. Yurtimizda bayramlar ko'p, to'ylar ko'p, yaxshi niyat, orzu, havas, o'ylar ko'p. Har bir dami misli oltin bebaho, bitiruv kechamizga qani marhabo. Bitiruv kechasi qanday ajoyib, etibdi bizga ham bu shodlik nasib. Chin dildan sherikmiz quvonchingizga, mehmondo'stlik ekan sizga munosib. Bolalar, vatan deganda nimani tushunasiz? Vatan bu tug'ilgan makonim. Vatan bu sizu bizga daxldor zamin. Vatan bu muqaddas beshigim. Vatan bu ostona-yu eshigim. Vatan bu onamning tunlari bedor aytgan allasi. Vatan bu padarning qilgan duosi. Vatan har bir insonning tug'ilgan diyoridir. Kindik qoni to'kilgan muqaddas tuprog'idir.
Vatan so'zi muqaddas, vatan o'zi muqaddas. Vatanga xizmat qilmoq Bizlar uchun qarzufas. senga fido Bo'lsin jon tanim, O'zbekiston mening vatanim. onajonim issiq bag'ri vatanligim bilaman. Otam mehri qaynoq tafti vatanligim bilaman. O'z bag'rida ulug'lagan beshik menga vatandir. Shu yurtning ostonasi beshak menga vatandir. İlk bor dunyo tanitgan maktabim menga vatan, doim hamjihat hamkor mahallam menga vatan. Jannatlarga alishmam, qishlog'im u chamandir. Nozu ne'matlarga kon O'zbekiston vatandir. Bizga yer sayyorasi juda ham yoqib qoldi. Sizning o'lkangizga qo'nishimiz bejizga emas ekan. Sizlarning quvonchingizni sherik bo'lganimizdan xursand bo'ldik. Sizning o'lkangizning mehmondo'stligiga qoyil qoldik. Biz sizning bayram tadbiringizni ko'rishni niyat qildik. Ruxsat bersangiz, bayram tadbiringizni tomosha qilsak. Xo'p bo'ladi, marhamat. Endi navbatni 4-D sinf o'quvchilari ijrosida raqsga beramiz. Marhamat. Navbatni 4-A sinf o'quvchilari ustoz she'riga beramiz. Marhamat. Qalbi ezgulikka to'lalim molim, ko'kka yo'lladingiz baland parvozim, hamisha menga yor siz bergan ta'lim, otamdayin ulug'im, aziz ustozim. She'riyat mulkiga oshno qildingiz, kitoblar qatiga bitilar rozim. Sizki boringizni fido qildingiz, har nafas hamdamim, aziz ustozim. Polvon yig'ilishdan ham beri. Yig'ilsin. Najot gulin o'stirar avloniy gulbog'da, haq olinib berilmas behbudi sabog'da, oqilxonning siymo
siymosi alifbo varog'da, ustozlar idin yozar qasidam adog'da, ustoz qadami qutlug', ustoz otangday ulug'. Ota-ona farzandni keltiradi dunyoga, ustoz esa cho'mdirar ilmu hikmat ziyoga. Yerdagi bolalarni ko'taradi samoga, ustoz qadami qutlug', ustoz otangdek ulug'. Deydilar ustoz ota mehridan afzal, shogirdlarning iqboli ustoz jabriga badal. Navoiy demish kasbni egallagil mukammal, saodatning kaliti bilgilki ilmu amal. Ustoz qadami qutlug', ustoz otangday ulug'. Behuda ketmadi qilgan mehnatlar, siz uchun yaralsin bari rohatlar. O'quvchiman sizga go'yo farzandlar, fan fido aylasin birinchi ustozim. Ustoz ko'rmaganlarning yoralashtir odati, ezgu bo'lsin kimning so'zi sayi niyati. Kam uxla ustozlarning nasihati, necha buyukdir ustoz kalomining qurrati. Ustoz qadami qutlug', ustoz otangdek ulug'. Ilmu tafakkurdan dilga yo'l ochgan, qalblarga beminnat mehrini sochgan, go'yo quyosh tafti yuziga quchgan. Siz sabab har mahal baland parvozim, baxtimga bor bo'ling aziz ustozim. Ay qiz o'rtaga, ay qiz o'rtaga. Fan ko'kidan gavhar tepgan, ovchilarsiz o'tan ergan, koinotga narvon qurgan, ilmu muallimlar, shifokor o'qiruvchini, tikuvchi uchuvchini, o'qitgansiz ong ochuvni, ilmu muallimlar. 4 yildirki ilmga, mehrga payvand, go'yo 30 bola bir sizga farzand. Tanbehlar eshitdik go'ho nasihat, barning tagida bordir muhabbat. Mashhur bo'laman desang, obro' topaman desang, odam bo'laman desang, ustozingdan duo ol. Timur bosh qo'ydi mangu ustozining poyiga, ustoz o'xshar olamning quyoshiga, oyga. Bilim nur yog'lar qadam qo'ygan joyiga, yo'llar adolat, vafo, muhabbat saroyiga. Ustoz qadami qutlug', ustoz otangdek ulug'. Qadri bilinadi menga endi goh, olis maktabimning o'sha behasham. Navoiy-ku bizga ustozdir, biroq kimdir o'qitgan-ku Navoiyni ham. Qanday buyuk zotga harf o'rgatgan kim? Oddiy muallim-da, oddiy muallim. Endi navbatni 4-B sinf qizlari ijrosidagi aziz ustozlar qo'shig'iga beramiz.
o'zligim, hayotim borim, munavvar olamda suyuk ko'rking bor, turki el so'zligim, ona diyorim, dillarda yangragan buyuk ko'rking bor. Endi navbatni 4-B sinf ijrosidagi ado bo'lmas armonlaring bor, toshlarni yig'latgan dostonlaring bor, o'tmishingni o'ylab og'riydi jonim, ko'ksing to'la shahid o'g'lonlaring bor, yurtim ko'nglingdek keng osmonlaring bor, yulduzni yig'latgan dostonlaring bor, osmoningga ham diydoringga zor, jayrondek termulgan cho'lponlaring bor, qo'ling qadog'iga bosa yuzimni, onamsan-ku og'ir olma so'zimni, qayim bariklar yopib qara ko'zini, olislarda qolgan usmonlaring bor, qurboning bo'layin ey onajonim, sening faryodlaring mening fig'onim, o'tmishingni o'ylab o'rtanar jonim, aytsam ado bo'lmas dostonlaring bor. Oldinga ko'p yaxshidir, kelajakka qo'l bermoq ko'p foydalidir. Ammo shuni unutmangki, moziga qarab ish ko'rmoq xayrlidir. O'rtaga chiq polvon. Temur senda. Jadidlar kurashining asl g'oyasi yagona zaminga ega Turkistonda ozod va farovon jamiyat qurishidir. Ol bayrog'ingni, qalbing uyg'onsin, hurlik asorat barchasi yonsin, qur yangi davlat, yo'llar o'rtansin, o'sib Turkiston qadding ko'tarsin. O'rtaga chiq. Jadidlar millatni, vatan saodati, uning baxti va ravnaqi uchun, millat taraqqiy topishi, yurt ozodligi uchun fidoyilik ko'rsatishga da'vat etganidirlar. Bizlarni xona vayron, bevatan u bandi qilgan tarbiyasizlik va jaholatdir. Bevatanlik, zarbadarlik, asorat, xorliklarning hammasi mevasidir. Jadidlar millatni ilmu ma'rifat asosida burilgan uyg'on jamiyat asosida qurilgan. Ey dahri eli, bilinglar turfa zamon bo'libdir, beandisha xaloyiq fili yomon bo'libdir, olim bilan faqri zuhdu amal bo'linmay, yoniki amri ma'ruf go'yo nihon bo'libdir. Tarbiya biz uchun yo hayot, yo mamot, yo najot, yo Mikrofonni uzoqroq. yo saodat, yo falokat masalasidir. Turma, yugur, tinma, tirish, bukilma, yuksal, qo'rqma, kirish, qo'rqma, yopish, charchama, qo'zg'al. Endi navbatni 4-A sinf o'g'il bolalar raqsiga beramiz. Çeyirmeni ataman, kaçıp alıp tur oyna. Çeyirmeni ataman ey, kaçıp alıp tur oyna. Hemen özün görü sepçip alıp bir oyna. Hemen özün
yo'lashgan. Hayotining go'zalligi, farovonligi qolaversa, istiqlolimizning ravnaqi ustozlar mehnatlari bilandir. Ulug' bobolarimiz ham ustozlar haqida shunday der ekan. Jomi. Jahonda bo'lmasa O'rtaga chiqib söyle. muallim agar. Mikrofonu uzakroq tutup ortaga çıkıp söyle. Turayım. Jahonda bo'lmasa muallim agar. Hayot ham bo'lmasa go'zal bu qadar. Rodaki. Bilimdan yaxshiroq xazina bo'lmas. Qo'lingdan kelgancha tera olsang bas. Mikrofonu almasayım. Alisher Navoiy. Haq yo'linda kim senga bir harf o'rgatmish ranchida. Aylamak bo'lmas ado, oning haqqin yuzganchida. Bilimsizlik bilan ishga kirishsang, foydasi bo'lmaydi qancha tirishsang. O'quv qon beradi, bilim sharaf shon. Shu ikkovi tufayli ulug'dir inson. O'quv qayda bo'lsa, ulug'lik bo'lur. Bilim qayda bo'lsa, buyuklik. Endi navbatni 4-bu sinf o'quvchilari ijrosidagi 4-plazga beramiz. Ayağıda qora etikmeli yo'q, boshida chugurma qora tengi yo'q. Ayağıda qora etikmeli yo'q, boshida chugurma qora tengi yo'q. Tebranib turishim qarajani yo'q. Xorazmni lazgisida ko'p gap bor. Xorazmni lazgisida ko'p gap bor. Yusuf bilan Zulayha bor edi, bir-birini ko'rmoqqa zor edi. Yusuf bilan Zulayha bor edi, bir-birini ko'rmoqqa zor edi. Baytlarida sevgi dardi bor edi. Xorazmni lazgisida ko'p gap bor. 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 Yor jonim kelishingizdan aylanay, sallanib yurishingizga boylanay. Yor jonim kelishingizdan aylanay, sallanib yurishingizga boylanay. Qaltir qaltir barmoqlari o'yinda, shiqillagan qayroqlari qo'lida. Qaltir qaltir barmoqlari o'yinda, shiqillagan qayroqlari o'yinda. Hey jonim, qolib ketdim yo'lingda. Xorazmni lazgisida ko'p gap bor. Xorazmni lazgisida ko'p gap bor. Yor jonim kelishingizdan aylanay, sallanib yurishingizga boylanay. Jonim kelishingizdan aylanay, sallanib yurishingizga boylanay. Yusuf bilan Zulayha bor edi, bir
Endi navbatni qahramonlarga beramiz. Marhamat. Oyi, dadamga kecha bozordan olgan narsalaringizni ko'rsatdingizmi? Yo'q, hozircha ko'rsatganim yo'q. Nima edi? Unday bo'lsa, kayfiyatlari yaxshiligida kundaligimdagi 2 bahoyimni ko'rsatib olay. Voy. Qani Dilmurod, sen katta bo'lsang kim bo'lmoqchisan? Men katta bo'lsam, bankir bo'laman. Xotinimni boshimda ko'taraman. Qani Ma'rifat, sen katta bo'lsang kim bo'lmoqchisan? Men katta bo'lsam, Dilmurodning xotini bo'laman. O'g'lim, qo'shnimiznikiga chiqib, o'rtog'ing bilan bir pas o'ynab turgin, men bozorga borib kelay. Yo'q, kerak emas. Uyda ham o'zim turaveraman. Dardisar bo'lishni xohlamayman. Voy o'lmasam bolam, bu gapni qayerdan olding? Axir kecha o'zingiz o'rtog'im biznikiga chiqqanida, "Ha, ana shu dardisar kamlik qilib turuvdi" degan edingiz-ku. Voy. Dada, men bugun ancha barvaqt uyg'ondim. Hatto sizlarni tur o'rningdan deyishingizni ham kutib o'tirmadim. Barakalla, barakalla o'g'lim. Xo'sh, undan keyin nimalar bilan shug'ullanding? Badan tarbiya deganday. Keyin ko'zimni biroz vaqt yumgandim, yana ha ko'ngiday uxlab qolibman. Voy. Oyijon, menga xayr ustozim tadbiri uchun she'r yozib beraman deganingiz, nega yozib bermayapsiz? Ilhom kelmayapti-da, bolam. Axir shuni aytmaysizmi? Ilhom boyadan beri changga belanib ko'chada to'p tepayotgan edi. Hozir bir zumda uni yoningizga aytib kelaman. Ilhom! Voy. O'rtaroq, ay bola. Qayerlarda yuribsan? Soat necha bo'ldi? Boqiraver ko'chada. Bor chiq. Xo'p. Alo, Timur yerdamisan? Ruxsat oldim. Hozir chiqaman. Voy. Oyijon, suv olib keling. O'zing olib kela olmaysanmi? Oyijon, suv deyapman. Hozir ketsan. Ich. Oyijon, kaldakka borganingizda suv ham olib keling. O'rtaroq. Olishni bitiringlar. Yamanglar, olinglar. Oyi, mehmonlarga xuddi bizning bog'chadagidek gapirish kerak. Bog'chada qanday gapirishadi o'zi? Bog'chamizda nima yegilar kelsa, uyiga borgandan keyin yeydi. Bu yerda nima bersa, o'shani g'ajib o'tiring deyshadi, oyijon. Voy. O'rtaroq, ay qiz, o'rtaroq. Aytinglarchi bolalar, parrandalar bizga nima beradi? Sen aytchi Jamol. Tuxum beradi ustoz. Yana nima beradi Jo'shqin? Yo'q beradi ustoz. To'g'ri, parrandalardan yana nima olsak bo'ladi Jamol? Bilmayman ustoz. Nega bilmaysan? Seni adang uxlaganda boshiga nima qo'yib yotadi Jo'shqin? Ana shu yostiqni qaychida kesib, ichini ochsak nima ko'rasan Jamol? Men tomonga kaltak ko'tarib kelayotgan dadamni ko'raman ustoz. Voy.
Hey! Oyijon, men keldim. Bor kiyimingni almashtiribchi. Oyijon, men keldim. Bor muzlatgichda 3 kunlik ovqat turibdi. Shuni ye. Oyijon, axir men armiyadan keldim. Nima? O'zi armiyaga qachon ketganding? Bu qarayim. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Bugun sizlarga hazil tabrik she'rini aytib bermoqchimiz. Banu shoshmay tur, menda ham bitta she'r bor edi. Qanday she'r? Ustozlarga hazil tabrik. Hozir ikkalamiz ham aytsak ko'p vaqt ketadi. Keyin qo'shib aytamiz bir qatordan. Mayli. Ilmga chanqoqman. Darsdan Erta tongdan maktab tomon shoshaman. bilmadim ne uchun darslardan qochaman. Sinfga kirib daftar kitobim ochaman. Sinfdoshga zahrim sochaman. Buyuk ustoz beradi bizga dars. Shu buyuk inson meni qiladi qars. Ustozlar meni hammasi yaxshi ko'radi. Yozsam ham, ko'chirsam ham qolaman baloga. Ustozlar sizlarga cheksiz hurmatim. Dardingizga bos qiladi ta'zim. Endi navbatni ota-onalar so'ziga beradi. Temur sende. Assalomu alaykum. Aziz ustozlar, mehmonlar, ota-onalar. Mana bugun shunday quvonchli kunga hammangizni shu bayram bilan tabriklayman. Ustozlarga ming rahmat, shunday voyaga yetiribdi. Doimo ustozlarga kuch-quvvat tilayman. Shunday bog'larni yetirib, yurtimizga bir erkinga arziydigan bog'lar yetishtirib beryapti. Doim shularning hammalarına muvaffaqiyat tilayman. O'qishlardan omad tilayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo bo'lsin, hammamiz sog' bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Ranajon maktab jamoati 2 oy kun. Chunki bu kunni men shu maktab jamoatlarida boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Aziz ustozlar, sizlarning bolalaringizga berayotgan ta'lim-tarbiya yo'lingizdagi mashaqqatli ishlaringizda rivoj tilayman. Hamida baxtimizga sog' omon bo'ling ustozlar. Assalomu alaykum. Ustozlar. Sizlarga rahmat. Xudoyim shu qizlarni tarbiyalab o'qib yurganlaringiz uchun, tadbirlaringiz uchun Mahiya aytdim, rahmat qizim. Qizlarga yaxshi tarbiya o'qishlarini yurak tutsin. Katta rahmat. Hammangizga ustozlar, sog' bo'linglar. Rahmat. Hammalarimizni bugun shunday yaxshi ajoyib tadbir kuniga hammalarini tabriklayman. Xudoyim bu ustozlarga kuch-quvvat tilayman. Xudoyim ham sog' salomatlik bersin. Bu tarbiyalagan bog'alari elga, yurtga foydasi tegadigan bog'alari bo'lib chiqsin. Xudoyim hammaga sog'lik tilayman. Darmanjon aka, hurmatli ota-onalar, ustozlar, mana o'quvchilar, bayramlarimiz bilan tabriklayman. Ustozlarimizga ming rahmat, kuch-quvvat bergay Xudoyim. Shunday Xudoyim o'quvchilarga yetkazsin. Elga, kunga foydasi tegadigan o'qimishli farzandlar bo'lsinlar Xudoyim. Sizlarga kuch-quvvat, zargadan shu sog'lik, salomatlik, hammani oilasida tinchlik, xotirjamlik tilayman. Ko'p o'quvchilarga shunday yetkazib beraylik. Rahmat. Bugungi bayram bilan hammangizni tabriklayman. Sizlarga shu bog'larni tarbiyalashda kuch-quvvat, sog'lik, salomatlik, oilaviy baxt tilayman. Ana shu 4-sinfni bitirib boraturgan yoshlarimiz doim kelajakda yaxshi ishlarda ishlab, vatanimiz uchun
vatanimizning ravnaqini katta bir yigit qizlar bo'lib yetishsin. Ustozlar sizlarga katta rahmat. Assalomu alaykum aziz ustozlar, ota-onalar va mehmonlar. Bugun biz boshlang'ich sinfni tugatib, yangi bilim sari yo'l olmoqdamiz. Buyuk bobomiz Alisher Navoiyning Lisan ut tayr asaridagi qushlar kabi biz ham yo'lga chiqamiz. Azizlarim, mana bu qush eng dono, eng zaki va yo'l ko'rsatuvchi hudhuddir. U oddiy qush emas, u haqiqatni izlovchi qushdir. Ey do'stlar, kelinglar, bilim va orzular sari yo'l olaylik. Oldinda bizni katta maktab va yangi orzular kutmoqda. Ey dono hudhud, sen meni uzoq yo'lga chorlayapsan. Men qo'shiq aytishni yaxshi ko'raman. O'qish qiyin-ku. Mikrofonni uzoqroq tushir. Chiroyli qo'shiq. Azizam hudhud, men jannat bog'laridan quvilganman. Men chiroyli bo'lib yurishni yaxshi ko'raman. O'qishga vaqtim yo'q va o'z husnim bilan faxrlanaman. Azizam Tovus, eng chiroyli bo'lib yurish uchun bilim va aql zarurdir. Ey hudhud, men uyimdan uzoqqa keta olmayman. Qanotlarim esa zaifdir. Azizam kabutar, orzular uchun biroz jasorat kerak. Bularning bari afsona. Semruh deganlar borligiga kim kafolat berar ekan? Ey qarg'a, shubha aqlning soyasidir, ammo u qalbni zulmatda qoldiradi. Bilganingizdan qolmang. Men tog'lar ustida parvoz qilaman. Men kuchliman. Ilm menga begonadir. Azizam Burgut, haqiqiy kuch bilimda. Men judayam ojizman. Uyimdan olisga keta olmayman. Qanotlarim esa zaif. Azizam Chumchuq, ojizlik bahona emas. Ilm olishdagi mashaqqatli yo'l ojizlikni yengadi. Men ojizman hudhud. Qanotlarim titraydi. Bu yo'l menga og'ir tushmaydimi? Azizam Musicha, ojizlik bahona emas. Eng buyuk parvozlar qalbdan boshlanadi. Buni aslo unutma. Ey hudhud, men osmonda tinmay parvoz qilaman. İnsanlar tomida eng quraman. Xizmatdaman, ammo menga o'qish og'irlik qilmasmikin? Ey go'zal bilim, sizu bizni ezgu maqsadlar sari yetaklaydi. Men oqqushman, poklik va orzular elchisiman. Menga osmonlarda uchish kifoya. Ey go'zal oqqush, yo'l ko'rsatish mening vazifam. Osmonlarda parvoz qilish bilan inson orzulariga yeta olmaydi. Ilm osmonda, baland parvoz qiling. Men laylakman, bilimim bo'lmasa-da uzoq yo'lni adashmasdan bosib o'taman. Eng baland parvoz uchun bilim shart emas. Ey go'zal laylak,
Bilim qushning qanoti kabidir. Eng buyuk, eng balandlar uchun albatta bilim zarurdir. Ular 7 vodiy sari yo'l olishdi. Talab, ma'rifat, istig'na, g'ayrat va tavqildir. Qaragin musicha, u bizda. Semruh bu o'zini topgan 30 qushdir. Har bir inson o'z qalbiga kirmas ekan, u o'zini topmaydi. Shuni unutmaslik darkordir. Bugun sahnada ko'rganlaringiz oddiy qushlar emas. Ular ilm sari parvoz qilayotgan yangi bitiruvchi o'quvchilardir. Yo'llaringiz baland bo'lsin, aziz bitiruvchilar. Biz ham o'qiymiz, biz ham orzularimizga yetamiz. Endi navbatni 4-A sinf o'quvchilariga beramiz. Marhamat. Sakalları söküldü yürüyende Bağrı dilim açıladı görgende Canım canım Boylavını bırak ben saçımdan bölgende Babayı canım Kempir canım yakırı balım Canım canım Babayı canım yakırı balım Babayı canım yakırı balım Babayı canım 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 Yetmiş yaşar kempirlerini taşırsan ey Fırçınlama cuvallara okşuysan ey Emme denem Üzümü denem Emme denem Üzümü denem Çıraylı saray Vah vah kempir canım Babayı canım Kempir canım canım da uçu Kempir canım 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 Kempir canım 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 Kempir canım 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 hey Almadım o gence Benim ertisi Benim açadayım gence Gelenim benim ertisi Açılımız gelmesin Gelenim benim ertisi Ruslasın bir gence Gelenim benim ertisi Konuşlasın bir gence Gelenim benim ertisi Kaşın kıyalasam mı? Benim edisi Gül versem alasam mı? Benim edisi Kaşın kıyalasam mı? Benim edisi Gül versem alasam mı? Benim edisi Evvelde vade verim Şimdi uyalasam mı? Sonunda uyalasam mı? Şimdi uyalasam mı? Sonunda uyalasam mı? Bolalik kunlarimda, uyqusiz tunlarimda ko'p ertak eshitdim, so'ylab berardi buvim. Endi navbatni 4-B sinf ijrosidagi Boychechak jamoasiga beramiz.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Barakalla. Ertalabdan Xolmat radio o'z eshittirishlarini boshlaydi. Bu bolalar bizning eng faol, eng aqlli bolalarimizdan, yangicha fikrlaydigan yangi O'zbekistonning farzandlari. Bu Eshmat. Bolalar ichida eng zamonaviysi. Musiqaga mukkasidan ketgan. Hamma ashulani buzib aytadi. Ashulalarni buzma desak, men buzmayapman. Bu cover deydi. Faqat muxlislar tan olmay turibdi-da. Tan oladi. Tan olmaganiga qo'ymayman. Kim oladi yo shu gunani yo? 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 Man olaman shu gunani yo. Man olaman shu gunani yo. Ololmaysan shu gunani yo. Ololmaysan shu gunani yo. Ololaman shu gunani yo. Ololaman shu gunani yo. Botir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Shokir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Botir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Shokir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Ololmaysan shu gunani yo. Ololmaysan shu gunani yo. Ololmaysan shu gunani yo. Ololmaysan shu gunani yo. Yomon tushmadingmi, Eshmatvoy? Oyog'im sirg'anib ketdi. Bu Sharafat. Mahallamizning eng shaddod qizlaridan. Hoy Eshmat, qoch yo'ldan, bizlarni o'tkazib yubor. Xo'p, faqat bir shartim bor. Qanaqa shart? Sen bilan aytishuv qilamiz. Agar yutsang, o'tasan.
Gaplarimiz mudom bo'lsin so'zsiz qilib. Davrlarda kengaylik aziz do'stlar. Millatimiz qadriyatin ko'z-ko'z qilib. Millatimiz qadriyatin ko'z-ko'z qilib. Bayram keldi sen bilan aytishaylik. Arg'unchoq bizning salmon tortishaylik. Bayram keldi sen bilan aytishaylik. Arg'unchoq bizning salmon tortishaylik. Hoy. Tortishmanglar. Men bilaman. Kim yutganini men bilaman. Xo'sh. Do'stlik g'alaba qozondi. O'zing yurtlar aro yagona dursan, olmasu zari ichra durdona dursan. O'zing yurtlar aro yagona dursan, olmasu zari ichra durdona dursan. Bu olamda obod o'lkalar bisyor, ammo sen biz uchun bir dona dursan. Bu olamda obod o'lkalar bisyor, ammo sen biz uchun bir dona dursan. Bir yoni chamanzor, bir yoni bo'ston, yangi O'zbekiston dillarda doston. Bir yoni chamanzor, bir yoni bo'ston, yangi O'zbekiston dillarda doston. Yulduzlarni sanar Ulug'bek sulton, tabobat ilmida Sinodir Xoqon. Imom Buxoriylar, at-Tirmiziylar qoldirgan hadislar tuganmas bir kon. Imom Buxoriylar, at-Tirmiziylar qoldirgan hadislar tuganmas bir kon. Bir yoni chamanzor, bir yoni bo'ston, yangi O'zbekiston dillarda doston. Bir yoni chamanzor, bir yoni bo'ston, yangi O'zbekiston dillarda doston. Vatan uchun shirin jonidan kechgan, bebaho boyligi qonidan kechgan. Jaloliddin Temur bobomiz shiroq, sen uchun sharaf bu shonidan kechgan. Jaloliddin Temur bobomiz shiroq, sen uchun sharaf bu shonidan kechgan. Bir yoni chamanzor, bir yoni bo'ston, yangi O'zbekiston dillarda doston. Bir yoni chamanzor, bir yoni bo'ston, yangi O'zbekiston dillarda doston. Yangi O'zbekiston dillarda doston. Ishmat! Hoy Ishmat! Labbay buvajon. Kela qol, sen uchun kulcha yopdim. O'rtoqlarim ham birga borsa maylimi? Ha, o'rtoqlaring bilan kelsang kela qol. Hammaga yetadi kulcha. Kel! Kelgusi eshittirishlarimizda ko'rishguncha xayr, xizmatingizda
Xolmat radio bo'ldi. Tabriklayman. Şöyle yenilerki bu kırptı afaseket girmegen bolsa. Hazır ballarınızdan beter heyecanlanıp oturgansılardı kuanı. Sizlerden en baxtlı demleriniz var. Hem üzerinizi yaşlığınızı ise oturtmuşlar. Hem ballarınızı kuançına koşulup oturtmuşlar. Mine ballarınızı iktidarını kötürtmüşler. Sizler bilmegen, sizler görmegen kırralarım açılıp durgan bolsa gerek kimler üçündür. Doğru mu? İçinizde barma şimdi? Xudayım hemişe hem muvaffaq şu ballarınızı muvaffaqiyatına, kuançına koşulup birgeysizler. Canlılar, qo'llab quvvatlab o'tiringlar, ota-onalar, uyg'oninglar. Xudayim mana ko'pchiligi prezidentlikka imelaga topshiriq qo'yibdi, shundan quvonib o'tirgaysizlar. Sertifikat olganda, o'qishlarga grant bilan kirganda hammangiz quvonib shu davra ham vaqt o'tirgaysizlar. Shuning uchun yana bir marta qo'llab quvvatling, canlılar. Yoshligida salgan tushib ketgan qiz Anani tilgina salgan botib ketgan qiz Anani yoshligida salgan tushib ketgan qiz Anani tilgina salgan botib ketgan qiz Anani dilbar ey dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar dilbar ey dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar Shirin shirin so'zlaring jonim oladi mani o'zgasiga boqmagin ko'nglim qoladi mani o'zgasiga boqmagin ko'nglim qoladi mani dilbar ey dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar dilbar ey dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar darkor mana dilbar yakta qiyo boq mana dilbar darkor mana dilbar yakta qiyo boq mana dilbar kulishlari chiroyli yurishlari chiroyli qurboningman nozlanib qo'yishlaring chiroyli sevmayman deb ichingdan sevishlaring chiroyli dilbar ey dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar dilbar ey dilbar ko'zi qaro dilbar qaldirg'ochmi qoshlari boshga balo dilbar Endi navbatni 4-A sinf o'g'il bolalari raqsiga beramiz. Marhamat. O'rtaroq tur, o'rtaroq. Ey. Bo'ldi, zo'r. Başla.
erkak doim ota-onam bo'lsa bas. Kelsin qayg'u g'am, hech biri bir chot emas. Faqat birga men bilan ota-onam bo'lsa bas. O'zga yurtda bo'lsangan muloqot eshitilmas. Mikrofonni uzoqroq, pastroq. Bilmagan ota-onam Mikrofonni pastroq usha. Hayot go'zal do'stgina, bilunchalik yomonmas. Pastroq usha. Ne bo'lsa ham yonimda ota-onam bo'lsa. Ayt qaytaldan. Hayot go'zal do'stgina, bilunchalik yomonmas. Ne bo'lsa ham yonimda ota-onam bo'lsa. U bir ekan. O mikrofonni o'chir. Ay shuni ayt. Ortimdan g'iybatim qilganlar bisyon. Bu dunyo bunchalar bo'libdi dador. Tunda yo'lim porlar, bo'lib intizor. Men uchun astagim onajonim. Ishlarim yurishib ketsa galmagan, kamlarim, g'amlarim bo'lsa butun hal. Dunyoni bir chekkaga qo'yib eng avval onamni Makkaga olib boraman, otamni Makkaga olib boraman. Kaftidan qadog'i ketmagan hamon, men nodon qadriga yetmagan hamon, mehrimga hech davo yetmagan hamon, onamni Makkaga olib boraman, otamni Makkaga olib boraman. Kuyganman ko'nglimni ko'ngliga solib, orzuyim ushalmay ketmasa qolib, yo'l bo'yi ortimga orqalab olib, onamni Makkaga olib boraman, otamni Makkaga olib boraman. Men yomonu yaxshi ko'rgan haqqi, bormasam kulib hol so'ragan haqqi, jonidan menga jon bergan haqqi, onamni Makkaga olib boraman, otamni Makkaga olib boraman. Dunyoni ortidan ketsam gar yiroq, kutuvchim ko'z yummay o'chirmay chiroq, yuzida ajimlim sochlari oppoq, onamni Makkaga olib boraman, otamni Makkaga olib boraman. Kaftimga to'kildi turdik duolar, iltiyoga to'lgan yeru samolar. Kechir o'tgan bo'lsa mendan xatolar, onamning jonini og'ritma Rabbim. Onam xasta bo'lsa olam zimiston, dunyoda yurmakka qolmaydi imkon. Sajdadan boshimni olmayman ishon, onamning jonini og'ritma Rabbim. Ona bor hayotda yashash boshqacha, onaning ta'rifi yo'q, mehri boshqacha. To'lsa hamki hatto 90-100 yoshgacha, ona bor hayotda yashash boshqacha. Onamiz yashaydi bizlarni o'ylab, tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab, onasiz qolganlar to'ymaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Onamdek mehribon kishim bormi yo'q, bo'lakim unchalik menga zormi yo'q, chin do'stim farzandim jigar yormi yo'q. Onamni Makkaga olib boraman, otamni Makkaga olib boraman. Ko'nglim qolsa bulbuldan ham guldan ham, qolar bo'lsam bir kun axir dildan ham. Agar bir zot yig'lasa chin dildan ham, onam yig'lar, onam u. Sig'may qolsam shunday keng bu jahonam. Osmonlarga ruhim bo'lsa ravona, jonsiz, sonsiz, ustiga ham parvona. Onam yig'lar, onam u. Chorvoq jangga
Saman odinga yor bo'layin, chorbog'changga yo gul bo'layin. Odam ko'nsa yo yor bo'layin, olsang bergin bilagi kimni. Odam ko'nsa yo yor bo'layin, olsang bergin bilagi kimni. Chorbog'changga yo gul bo'layin, saman odinga yor bo'layin. Chorbog'changga yo gul bo'layin, odam ko'nsa yo yor bo'layin, olsang bergin bilagi kimni. Odam ko'nsa yo yor bo'layin, olsang bergin bilagi kimni. Soy bo'yida yo turgan yigit, Endi navbatni 4-A sinf o'quvchilar qizlar ijrosiga beramiz. Gül uzilsa go'zalmas, shoxida tursa go'zal. Yar o'zimas yorini, yonida yursa go'zal. Gül uzilsa go'zalmas, shoxida tursa go'zal. Yar o'zimas yorini, yonida yursa go'zal. Sulton bo'lib taxtiga, ahd qo'shilib ahdiga, malikasin baxtiga, binolar tursa go'zal. Sulton bo'lib taxtiga, ahd qo'shilib ahdiga, malikasin baxtiga, binolar tursa go'zal. Gul uzilsa go'zalmas, shoxida tursa go'zal. Yor o'zimas yorini, yonida yursa go'zal. Yonida yursa go'zal. Yürekten olsa güzel, essa acib çok sabah, çalsa işqi bir neva, arzuyindagi ziba, yürekten olsa güzel. Gül uzilsa güzelmas, shoxida tursa güzel. Yar o'zimas yorini, yonida yursa güzel, yonida yursa
shirin hayallar sürse güzel avaylashib bir-birin oshkor etib bor sirin so'z qolmay shirin shirin hayallar sursa güzel gul uzilsa go'zalmas shoxida tursa güzel yar o'zimas yorining yonida yursa güzel gul uzilsa go'zalmas shoxida tursa güzel yar o'zimas yorining yonida yursa güzel yonida yursa güzel. Ey barakalla. Raqs ansambli, rahmat qizlar. Rahmat sizlarga. Siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kun aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada. Og'rib qolsam devorni mushlab ko'zingizda yoshingiz ushlab yugurdingiz davolar istab duo so'rab hammadan dada shifo so'rab Allohdan dada ey dadajonim bir baland tog'im dada qadri osmonim mevali bog'im dadam ey dadajonim dard ko'rmang alam dardga darmonim dadajonim mardu nomard og'ritsa dilim ket dadamga aytaman dedim sizsiz mening quvvatim kuchim siz bor nega qo'rqaman dada bolalikda o'tgan chog' uchun holva uchun o'yinchoq uchun issiq uyda shirin choy uchun sizga rahmat aytaman dada ey dadajonim bir baland tog'im dadam qadri osmonim mevali bog'im dadam ey dadajonim dard ko'rmang alam dardga darmonim dadajonim ey dadajonim bir baland tog'im dadam qadri osmonim mevali bog'im dadam ey dadajonim dard ko'rmang alam dardga darmonim dadajonim Endi tadbirni yakunlash uchun so'zni Miroz ustozga beramiz. Ehtirom tadbiri bo'ldi, bir ajoyib bo'ldi. Chiroyli tadbir bo'ldi deb o'ylayman. Uchala ustoz, Iqbol ustoz,
Baklass Kamalova Mahira ustoz, Rahim Orana ustoz, uchlaringizga ishlaringizga omad, muvaffaqiyat tilayman. 75 balani o'qitdingiz. Har sinfda 25dan 75 o'quvchi bilan 4-sinf bitirdi. Shurga sig'mayqalar deb o'ylaydik. Sig'da o'xshaydi lekin ikki qator qildingizmi? Endi hozir tadbir yana maktabda sobiq bitirganlar ham bor edi. Shularning yonida yurib kech qoldim-da. Shuning uchun hammaga tabriklaymiz, ota-onalarni tabriklaymiz. Shu bolalar 11da bitirib xohlagan o'qishlarini kirib, 100% grant bilan kirib, yuzlaringizni yorug' qilib ursin. Men bir narsaga e'tibor beraveraman, bu bolalarning kuchi shunday kuchli-da bular, iqtidorli, bilimli. Shunga bolaning o'zi ishonmaydi. Ikkinchi ota-ona ishonmaydi. Chunki bu yil sertifikat olsin bolangiz desa, meni bolam sertifikat olib bilmaydi deydi ota-ona. Lekin olib turibdi shu bola. Hurmatli ota-onalar, bolalarga ishoninglar. Bolalaringiz qanday kuchli, qanday qobiliyatli, mahoratli ekanligini o'zingiz bilmaysiz. Mana hozir ko'rgansizlar-da. Shuning uchun ishonib, repaga berib, yaxshi ustozlarga ta'limini yaxshi joyga qo'ysangizlar, shu bolaning kelajagi parlaq bo'lib ketadi. Hatto Napoleonni buvisi uyg'otgan vaqtida tur o'g'lim, seni buyuk ishlar kutmoqda deb tursa degan. Sizlar ham shu bolalarga ishoninglar. Xudo xolasa kelajagi buyuk bir ajoyib inson bo'ladi. Yangi O'zbekistonning yangi farzandlari bo'lib chiqadi. Rana ustoz. Mahira. Sen o'qiyversan, endi men beraveraman. Tashqi ustoz keling. Marhamat. Mahira, Iqbol. Kenglar o'qtirasa qarshi. Biring Erkinboyeva Shahzoda 1-sinf. Bas qo'ppa. Yoshlar film bir. Zapsing bormi? Bekbergan va Gulinur. Ataxon va Umidalik. Sen bas. Uzma. Allah yaru Asrobek. Qay? Amatboyev Akbarxo'ja. Amatboyev Akbarxo'ja. Maqara. Atbayev Aqrorbek. Şöyle tamam, tamam. Akram va Gulsanam. Aqrorbek. Şöyle tamam. Aqrorbek. Valiyeva. O arkasına bak kaç turlar. Arkasına bağla kaç turlar. Rashidov Ruslan. Tebrik ederim. Bitiruvchi tushib ketibdi. Yo'ldosh Durdona. Qaytadan turinglar. O arkadan kaç diyorum? Tamam. Oldu. Hatay молодец, tebrik ederim. Gülsenem ki. Cenab-ı Gülsenem degan tumanda ikinci o'rinni oldi bu qiz. Qaranglar. Oldu. Tebrik ederim. Sana rahmet ederim. Ekin çakır. Gelin. Qarab tushiraman. Oldu. Kelin chaqiraverlar, kelin. Hurmatli ota-onalar, sizlarga bir ham iltimosim bor. Shu farzandlaringizda farzand deganingda baribir tartib buzadi yetadi. Shunda hamisha farzandlaringizni qarab bo'lmag'aysan demanglar tag'in. Grant bilan kirgaysan o'qishga denglar. Hammaga aziz bo'lg'aysan denglar. Kemaga shayx bo'lg'aysan deb turadi. Ha. Shunga ishonmasangizlar, shu kundan boshlab e'tibor qilib shuni aytib ko'ringlar.
kalbinizde, mirenizde özlerinize uşalmagan arzularınızı bunlar sizlerde yetiştiredi. Şuna bir kılıp görünler şu günden yetibar. Hem ben yaşlılar, yine şu karılarım, yine onu yese cayında, yani babuşka, deduşkalarım. Şimdi yaxşı geplerdi ayıp karanlar.